Sizni foto yoki videoyi sizni ruxsatingizsiz ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilsa nima qilish kerak? Yaxshilab tushuntiraman, kuzatib turinglar. Birinchi navbatda skrinshotlar qilib, zapis ekrani qilib, havolani saqlab qo'ying va e'tibor bering, o'sha zapis ekran qilib turganingizda sana ham chiqsa. Undan keyin ikkinchi qadam, o'sha odamni direktiga, Instagram bo'lsa, TikTok bo'lsa, ya'ni сообщение kirib turib yozish kerak. Meni ismim falon Chiyev, mana bu videodagi shaxs menman, meni roziligimsiz shu narsani joylashtirdingiz, iltimos sizdan o'chirib tashlashingizni talab qilaman deb yozish kerak. Undan keyin ham reaksiya bildirmadimi? Uchinchi qadam prokuratura organlariga yoki ichki ishlar organlariga murojaat qilish kerak. Ularda o'sha kiber boshqarmalari bor, aynan mana shu masalalar bilan shug'ullanadi. Nimaga? Chunki sizni shaxsiy ma'lumotlaringizni, demak shaxsiy rasm bo'ladimi, foto, video bo'ladimi, sizni roziligingizsiz qonunga xilof ravishda ijtimoiy tarmoqlarga, internetga joylashtirganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik bor. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 46.1 moddasiga asosan ba'zi hisoblash miqdorini 40 baravargacha jarima bo'lishi mumkin. Jinoyat kodeksining 141.1 moddasiga asosan agar ma'muriyga tortilgandan keyin, javobgarlik tortilgandan keyin qayta agar yana sodir qilsa, ozodlikdan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin, qamalib ham ketishi mumkin. Shuning uchun mana shu narsalarni saqlab qolinglar, do'stlar, juda ham kerak bo'ladi. Doim videolar tarqab yuradigan o'rtag'izga yengil jo'natib qo'ying, ko'rib xursand bo'lsin.